Mana rizqqa baraka kirishi sabablari yoki rizq sabablari degan darsimizdan siz bilan biz mana kechagi suhbatimizda 3-dars sila rahmni ko'rib chiqqan bo'ldik. Sila rahm shunday bir amalki, bu mana qaytib aytyapmiz. Rizqqa taalluqli bo'lmagan chog'ida ham birodarlar o'zi Alloh taolo tomonidan buyurilgan amal. Buni qilishimiz kerak. Lekin xosatan mana shu siz bilan biz rizqimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bo'lganligi uchun shunga bir ishora qilib gapirilyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi: "Man surrahu an yubsata lahu fi rizqihi va yansalahu fi atarihi falyasir rahimahu." Kim rizqini keng bo'lishligini va umrini barakotli bo'lishligini xohlaydigan bo'lsa yoki shu ish uni xursand qiladigan